Assalomu alaykum aziz obunachilar, navbatdagi kirgilidek hovlimizni ko'rsatib o'taman. Bu tomonda Shodli masjidi yonida Gulshitil mahalladan kirish, bu tomondan Xo'ja mag'azdan kirish. Ikkita bir xil 3 sotiklik hovlimizni ko'rsatib o'taman. 9 xona, alohida oshxonasi bilan 2 etajga plus podvali ham bor. Podvalda 3 xona, birinchi qavat 3 xona, teva qismi ham 3 xona joylashgan. Bag'da zeleniy zonalari. Uyimiz tashqi ko'rinishi. Bu tomonda yana tevada bitta xonasi bor. Xonalarni ko'rsatib o'taman. Kirganimizda o'ng qo'lda bitta mehmonxona qilib qo'ysalaring bo'ladi. Remontlari korobka holatda. Bu tomonda ikkinchi etajga chiqish va pastga podvalga tushish qismi. Birinchi qavatda sanuzel. Bag'da oshxona qilib qo'ysalaring bo'ladi. Bu tomonda detski. Orqadan ham havo aylanish uchun joy tashlab ketilgan. Bu orqa qismlari. Men sizlar bilan ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda kattagina hol. Bag'da sanuzel ikkinchi qavatda. Bu tomonda spalni. Bu tomonimiz detski. Bag'da kattagina yana mehmonxona. Endi bu tomonda ikkinchi qavatdagi xonamizni ko'rsatib o'taman. Bag'da tashqi sanuzel joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda kattagina xona bu ham. Xohlasalaring mehmonxona qilib olsalaring ham bo'ladi. Egalari uyimiz uchun 85 mingdan narx aytishyapti. Har bittasi uchun. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin.